Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskvadan O'zbekistonga reysga qo'yilgan premyer reyslarimiz pasatka bo'lyapti. Bugungi ikkita avtobus chiqadi. Bittasi bunisi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qisqachagina obzor beramiz azizlar. Transportlarimiz O'zbekiston nomerlarida, yangi luks komfortli avtobuslar. Yo'nalishlarimiz Sankt-Peterburg O'zbekiston, Moskva O'zbekiston yo'nalishlarida, Toshkent Samarqand yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Avtobusimiz ichki holatlarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Ko'rib turganlaringdek mana yo'lovchilarimiz sumkalarini joylashtirib boshlashgan. Har bir yo'lovchi uchun shunaqangi katta sumkalardan ikkitadan bepul bo'ladi. Assalomu alaykum. Pokiza luks salon avtobuslaringizlar har bir yo'lovchi uchun alohida sidinalar, orqalarida zaryadnilar o'rnatilgan. Rushalar qo'yiladigan joylar, ikkitadan monitorlar bor. Aka, yaxshi joylashib oldingizmi? Assalomu alaykum. Qisilib qolmayapsizmi o'tirganingizda? Yaxshi yetib oling. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda qoldirilgan raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Komfortli luks avtobuslar qatnovlari. Endi nargi avtobusni syomka qilib ko'rsatib beramiz azizlar. Ikkala avtobus ham baravar pasatka bo'lyapti. Bunisida ham mana ko'rib turganlaringdek skuterni ham butunicha kirgizib yuborishibdi. Bunisida poyabzallarni yechib chiqib joylashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi joylashib oldilarmi akalar? Yaxshi ketyapsizlarmi? Ma'qulmi avtobus? Zo'r. Yaxshi yetib olinglar. Ko'rib turganlaringdek bu avtobusda har bir yo'lovchi uchun alohida zaryadnilar qo'yilgan. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqa chiqarsa, kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan reyslarimiz haqida qisqa videolar